1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 28, 56, xullas общий 22 metr. Bunaqasiga bo'lsa 1, 2, 3, 4, 23 metr do'stlar, 22 metrga 23 metr. Общий kvadrati 517 kvadratga konteyner mahsulotidan do'stlar bir haftada tomini yopib berishda andijonlik usta akalamiz. Ko'rib turganlaringdek do'stlar, o'rtalariga baquvvat qilib harlarigacha tashlashgan. Bundan tashqari ustidagi tunikasini ham mana shu o'qindan bilsalaring bo'ladi, yopib berishyapti. Videomiz oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring do'stlar, narx-navosi kvadrati O'zbekistonda qaysi nuqtalargacha xizmat ko'rsatishadi? Yorqin akamdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Yorqin aka. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat aka. Aka, rostdan bir haftada bityaptimi ish? Do'z bir haftada bitkizib berdi. Bir haftada bityapti. Bir haftada tayyor qilib berdi aka. Hey, gap yo'q. Tunikasini ham o'zingiz olib beryapsiz aka. Tunikasi ham mana aka qatilayotgan jarayonlari ta'sirlab qatilib beryapti, sezlashtirib aka. Do'stlar, mana живой kadr bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Usta akalarimiz xizmat qilishyapti, xudo xolasa. Bir haftada mana shu do'stlar tayyor, nol bo'lgan tomini yopib berishyapti. Yorqin aka, endi aka profilni qalinligi qanaqa, necha profillar ishlatilgan. Bundan tashqari haqiqatan aka mana shu uzunasiga 25 metrgacha bez ustun yopib bera olasizlarmi? Shuni bir qadar tushuntirib bersangiz. 200% uzunasi eniga 25 metr joyida bemalol yopib beramiz. Bez stoka aka. Bez stoka. Mana stoka qorish shart emas aka, 25 metr o'tkazing. Biz garanti 200% beramiz aka. Aka, materialimiz konteyner, qo'lbola temir aka. 1.8 bo'ladi aka, stenkasi. 4 ga 5 temirimiz bo'ladi aka. Xuddi mana shu holatda ko'rib turgan holatlarda bo'ladi aka. Bu hozir aka A ko'rinishda yopilgan. Xolasa aka bir skat, xolasa arga ko'rinish farqi yo'q. Mijoz talabiga qarab turib. Farqi yo'q. Bu klient qanday zakaz qilsa biz ashunda yopib beramiz aka. He, gap yo'q. Endi Yorqin aka, qarangda, kommentariyada bitta savol bo'lyaptiki, misol buni kvadratini biz qanday qilib chiqarib olamiz? Kvadratiga monchadan monchagacha deyishyapti. O'shani qisqacha tushuntirib beraylik. Do'stlar, qaranglar. Yeringiz quruq maydoni bo'ladi-ku, pastdagi maydonni kvadratiga qarab turib tomniki chiqariladi. Mana uni, bu tomoni kichkina, bu tomoni katta bo'yapti. Bunaqalar kvadrat chiqarilmaydi. Bir xilgina o'ylayapti ekanda, misol 100 kvadratli joyda bunaqa katta, bu A ko'rinish katta bo'lganligi uchun 300 kvadratdan o'tib ketadi-yu, qimmat tushadi deb o'ylaydi. O'zi aslida olib qarasangiz do'stlar, xizmati uzoq bo'ladi. Yonmaydi, ishlasa bo'lmaydi, baquvvat narsa bo'ladi. Pashti bir xil tushadi, to'g'rimi aka? Odamlar to'g'risi mashina kalkulyatsiyasini to'g'ri qilisha olmayapti. To'g'ri. Hozir bu joyga aka necha puldan qilib berilgan? Aka, bu yerimiz 160 ming so'mdan tushdi. 160 ming. Sababi devorlari bor-da aka. Quruq yer emas aka, devorlarni urib qo'yganicha o'rtaga qoriq, bir qator qoriq stokalarni qo'yib berdi aka. 160 ming so'mdan kvadratiga tushdi aka. Kvadratiga 160 mingdan. Общий 517 kvadrat aka, 80 million so'mga savdomiz bo'lgan. 80 millionga dogovor bo'lgan, u shu 517 kvadrat. 517 kvadrat. Anachmasam gilam sex deyapti. Gilam aka, tadbirkor ekan, gilam chiqaramiz dedi. Shunga qilib chiroq qilib yasab, bir haftada bitkizib berdi aka. Bir haftada do'stlar, ko'rib turganlaringdek bityapti. Endi aka qarang, o'zi necha puldan boshlanadi, necha pulgacha? Aka, 150 ming so'mdan 220 ming so'mgacha kvadratini aka. Kvadrat 150 mingdan 220 minggacha. Meni ham o'zimga ko'p telefon qilishadi, nimaga biz kvadratni 2 xil desa, aka, quruq yerga aka, mana stoka xorlar o'rnatib turamiz aka, ikki tomonga stoka xori qilib o'rnatib beramiz. Ana 220 ming so'mgacha o'zimiz hisobimiz chiqaradi. Tushunmagan joyga telefonda tushuntirib beramiz o'zimiz aka, hamma yo'lda. Keyin aka, yana bitta narsa aytdingiz, biz kvadratiga 150 mingdan 220 minggacha dedik. Shu narxni ichiga bizni mana olib kelayotgan xomashyomiz ham, usta haqqimiz ham, bundan tashqari o'sha balyarka toshimiz, svarka apparatimiz uyda egasiga tegmaymiz. Bizga faqat bitta to'kini tortib beradi, ustalarga abed qilib bersa bo'ldi. Uzoq joy bo'lsa, yotoq joy qilib beradi. Qolgan narsani hammasi naqd chekiradi. Aka, vodiy bo'ylab aka, bizda qulayliklarimiz bor. Vodiy bo'ylab o'zimiz sexda yasab olib beramiz, sharoiti bo'lmasa aka. Tog'dan Toshkent, mana Voha taraf, Toshkent taraflariga aka, iloji joyda obyektni o'zi tayyorlaymiz. Nimaga uzoqlik qiladi? Katta firmalarga sakaz tushib qoladi aka. Shuni olib borishlar muammo bo'lib qoladi aka. Keyin yana bir taraf aka, kelamizda o'zimiz vodiy sexda tayyorlasak, olib kelamiz, 2 kunda o'rnatib ustonomga qilib bitirib chiqib ketamiz aka. Bitirib chiqib ketdilar. Ya'ni siz aytmoqchisiz-ki, bunaqa duvol bo'lmasa, noldan turgan joyga ham ko'tarib beraverasiz. Ko'tarib beraveramiz aka. Aka, bundan tashqari yana nimalari bo'ladi aka? Misol mana hozir qarang, bu yerga sex qilib beryapsiz, sex. Yana qanaqa joylar qilib beraverasiz aka? Aka, bizda ko'p narsalar qilinadi aka. Hozir kottejda o'rtalari bor-ku, kottej mana kottejda o'rtalarini yopib beryapmiz aka. Keyin katta to'yxonalarni ustini yopib beryapmiz. Mini stadionlarni ustini arka qilib yopib beryapmiz. Parni quramiz aka, gektar parnilar qurib beraveramiz aka. Endi xullas
shu konteyner mahsulotni nima kerak bo'lsa qilib beraveramizda aka. Hammasi ketaveradi. Ish Hammasi tanlanmaydi. Yo'q, tanlanmaydi. Aka, keyin yana bitta narsada, men o'tgan safar gaplashganimda aytdingiz aka, agar uyda tomini yopish kerak bo'lsa, tomini yopib beraman, qo'rqmay loy bossa bo'laveradi. Bemalol aka. Ko'taraveradi. 20 santimetrgacha javobgarligimiz bor. 200% garantiya beraman aka. Yo'q. 200%. Gapi 20 santimetrgacha bemalol loy bossalar ham o'zi profilda do'stlar baquvvatligini ko'rib turibsizlar. O'xshatish bas, bu haqiqatdan mana stenasi ham do'stlar qalin bo'ladi. Keyin yana bitta zo'r ma'lumot do'stlar, konteyner mahsuloti bilsalaring buni seriosi oddiy profil temirga qaraganda baquvvat bo'ladi. Chunki bu narsa dengizda ko'p yuradi. Dengizda nima bor? Sho'r bor do'stlar, tezda zanglatib yuboradi narsani. Shuni hisobiga konteyner dengizdan keladi do'stlar, o'shani hisobiga seriosi baquvvat bo'ladi bu narsani. Chin profilga qaraganda baquvvat bo'ladi, profildan arzon tushadi. Arzon tushadi. To'g'rimi aka? Xudo xolasa aka, xizmatlarimiz Vodiydan, Toshkentdan, Vohadan farqi yo'q. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston narxlar o'zgarmaydi. Narxlar o'zgarmaydi. 150 mingdan 220 minggacha. Aka, narxlar o'zgaradi. Qanday holatda? Mana hozir men aka, to'g'risi men uni aka 150 ming so'mdan kvadratni kelishdik. Tunikani olib beraman, qotirib berib ketinglar bir yo'lda dedi. 10 ming so'mdan kvadratga qo'shilib qoldi. To'ppa-to'g'ri. Если yani telefon qilib, aynaqa joy tunikasini o'zim qotirib olaman desa, har bitta dagidan 10 ming so'mdan minus bo'ladi kvadratiga. Yo'q, 10 ming so'mdan minus qilib beradi. Siz aka hozir faqat buni tomini bosib, undan tashqari tunuka, shifr olib bersa ham qilib berilaveradi. Biz aka mana tunikaga yo shifrga tayyor qilib beramiz ramal. Mana rekalari ham konteyner mahsulotdan aka. To'ppa-to'g'ri. Do'stlar, rekasiga ham e'tibor berasizlar. Har 60 santimetrga tashlaladimi? Nima deysiz aka? Har 60 santimetrga. Har 60 santimetr mana tunikaga moslab buni qo'ydik aka. Har 60 santimetrga qo'ydik. Shifrga endi o'zlaringiz bilasizlar aka. To'ppa-to'g'ri. Mashinga shifr qotirsa ham bo'laveradi. Samolyotlar tushib ketgani hozir baquvvat, o'ta baquvvat bo'ladi aka. To'ppa-to'g'ri. Do'stlar, faqat tomini o'zi bas do'stlar, kerak bo'lsa tevasdan yopib berishaveradi. Xohlasangiz sandvichdan, xohlasangiz buni qilib tunikadan ham yopib berishaveradi, xohlasangiz shifrdan. Bu mijozni talabiga qarab turib. Pastda nomerlarni qoldirib ketamiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonning qaysi nuqtasidan bo'lishingizdan qat'iy nazar borishadi, joyingizni o'lchashadi, ko'rishadi. O'zingizning talabingizga qarab turib do'stlar, narx-navosini kelishib olaverasizlar. Eng zo'r tarafi do'stlar, uzoq ustida ishlatmaysiz. Mana shu joy ham mana 500 kvadratdan oshiq joyni ham bir haftada bitirib beryapti. Ya'ni nima degani do'stlar? Ishingiz bir pasda bitadi, sifatli bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Ertaga do'stlar, bemalol qo'rqmasdan 20 santimetrdan 50 santimetr qor yog'adigan bo'lsa ham ko'taradigan narsa bo'ladi. Egilmaydi, bel bermaydi, hech narsa bo'lmaydi do'stlar. To'liq ma'lumot bo'lgan umiddamiz. Yorqin akam video pastda nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar. Aytib o'tganimdek, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Narx-navosi do'stlar 150 mingdan 220 ming so'mgacha. To'liq ma'lumot bo'lgan umiddamiz. Sog' bo'linglar.